Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan baklajonni rulet qilamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar ekraningizda yozilgan. Birinchi ishni baklajonni kesishdan boshlaymiz. Baklajonimizni shunaqa shaklda yupqa qilib kesib olishimiz kerak. Agar qalin bo'lib ketsa, o'raganimizdan keyin ochilib ketishi mumkin. Baklajonlarimizni kesib bo'lgandan keyin farsh qilamiz. Farshimizni ziravorlar bilan aralashtiramiz. Ziravorlar kinza, chesnok, quritilgan chesnok so'sa bo'ladi. O'zingiz tabga qarab solaverasiz ziravorlarni. Farshlarimizni aralashtirib, ozgina suv qo'shib suyuqroq qilamiz va shu shaklda baklajonni ustiga surtib chiqamiz. Farsh surtilgan baklajonimizni o'rab olamiz. Hammasini o'rab bo'lganimizdan keyin 15 daqiqaga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. U damini olguncha biz klyar qilib olishimiz kerak. Klyar uchun bizga kerak bo'ladi sut, un, tuxum va sir. Tuxumni chaqib, sut solib, sirni solib, aralashtirib olamiz hammasini. Keyin unimizni solamiz va yana bir marta aralashtirib, sal suyuqroq qilib klyar uzatamiz. Keyin baklajonimizni klyarga botirib, qizib turgan yog'da qovurib boshlaymiz. Va bizga tushlikka ovqat tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha.